Bismillahirrahmanirrahim. Endi birinchidan Allohning rahmati. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz bugun islom dini qabul etilgan 1000 yillik ismidagi madrasada bugun bizning hurmatli qo'noqlarimiz keldi. Men endi ularni qo'noqlar deb etmasam, madrasa ahllari desamda xato bo'lmas. Bizning madrasaning yashayishini yordam etib, shu yashasinlar, shogirdlar ilm olsin, shul shogirdlar shuning bilan foydalansin degan yo'nalishda ishlaymiz ekan. Albatta men qo'yboshchilarga rahmat etasim kela. Madrasa yetakchisi isminden, shogirdlarimiz isminden mana bu madrasaning yashayishida rayonning, Qaybish rayonining da roli zo'r. Ne için deganda bizning madrasada biz avul xalqi uchun, avul mahallalar uchun imom xatiblar hozirlaymiz ekan. Shul imom xatiblar endi avullarga qaytib imomchilik etsin uchun, ular endi qaytqach anda nindidir hunari da bo'lsin, kasbi da bo'lsin deganda madrasa 2000-yildan beri biz endi birida umartachilik hunarini beramiz. Şu umartachilik hunarini endi ular o'zlashtirgandan so'ng o'zlari imomlar bo'lib mahallalarda ishlaganda shu kasbni da olib borib o'zining endi turmushini olib borga bir sababchi hunarlardan bo'lsin. Mana bu ülkede shuni yordamiga bizga kelganlari uchun Qayboshqilarga ayrim rahmat. Ular endi o'zlarining rayonidan hokimiyat boshlig'ining da yordami bilan shuluq vaqtda shaxsiy xalqning hazratlarining yordami bilan bizning madrasaga ular umarta uyalari berdiler. Ana uyalarin gına tugun alanın bütün şu umartaları bilen berip endi mana neçeme yıllar şu bizning madrasaning ihatasında şulay bizning boshqa жерде de umartabız var. Shogirdlar kundan kun şunu öğrenip, ilim alıp, şunun faydasını da göreler. Şunun içinde bizning endi madrasamizda shogirdlar avul xalqini kadrlar hazırlaganda deganda ular ishlaydi bilirga teyish. Shuluq vaqtda diniy yo'nalishni de xizmat bilan beylab olib boriga, turmush ko'riga teyish. Bizning madrasamizning iqatasında iqtibor etsangiz, umartadan qola ali bizning shulay bog'chamiz bar, bunda bog'chachilik bilan da xizmatda o'zlarimiz so'g'anin, sarımsağın, kishirin, baranglarin har birsin o'zimiz o'tirtamiz, chashamiz deganda shuluq vaqtda bizning teplitsalarimiz var, alma bog'chasi var. Şuluq tavuqlarımız, sarıqlarımız da var. Shogirdlar endi avul turmushin birida shaharning o'rtasida turganda da madrasada onu bilib, tanib, öğrenip yaşaytırganlar bular. Şunun için de gelecekte de Allah subhanahu wa ta'ala şu işlerimizden devamlı etip hayırlı shogirdlar bulup, şu hayırlı shogirdlar dinimizge, milletimizge fayda ketiretirganlardan bolsan edi. Şunun için de ahırından da tağın ayırım rahmet rayon halkına, rayon yetakçilerine, sizlerge hürmetler birge kelgen için gelecekte de birge şu yoldan adaşmışan, sataşmışan baraga nasip bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.